Palavkalar, betonomeshalkalar, leysalar eng arzon joyidan. Undan tashqari loy idishlar, karetalar, ishlab chiqaruvchi akalarimizdan eng arzon narxlarda. Mana bu ohak yutadigan idishimiz qadrdonlar 900 litrli, narxi 750 ming so'm. Mana bu mini karetamiz razmeri 180 ga 1 metr, narxi 470 ming so'm. Standart karetamiz, ya'ni lavod ichiga tushadigan 2 metrga 120 570 ming so'm. Mana bu kattaroq karetamiz qadrdonlar 2 metrga 145, narxi 670 ming so'mdan. 2 metrlik leysalarimiz 675 ming so'm, 1 metrlik leysalarimiz qadrdonlar 540 ming so'mdan. Undan tashqari yoritib beramiz. 20 metrlik sisma poyezimiz apalavkasi 18 metr burchagi bilan 20 metr komplektida boltga syomnigi bo'ladi hammasida. 20 metrlik 2 million 800, 30ligi 3 million 300 ming so'm. Xohlasangiz mana 40lik yangilikdan bo'lgan qallik 2 mm, bunimizni narxi 6 million 300 ming so'mdan. 50lik apalavkamiz, bu ham yangilikdan bo'lgan 7 million 400 ming so'm. 60lik apalavkamiz qallik 208 profillari bor, bunimizni narxi 9,5 million so'm. Xohlasangiz 70-80 1 metrgacha berishaveradi. Betonomeshalka rulli variantda qadrdonlar 0,25 kuba ikkala tomonga ham to'kadi. Narxi 3 million 800 ming so'm. Bunaqa joyda hech qayerda sotilmaydi bunaqa narxda. Xo'sh, konteynerda listidan qilingan apalavkalarimiz 1 metrligi 1 million 10 million 500 ming so'm, 80ligi 9 million 8 million 900 ming so'm, 70ligi 7 million 900 ming so'm, 60ligi 7 million 400 ming so'm, 50ligi xo'sh 6 million 400 ming so'm. Kimga kerak bo'lsa, manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kaminterin qishlog'idan bo'lyapti. Universalniy drabilkalar 2,5 milliondan boshlanib 3 million so'mgacha ekan. Bozor va biznes kanalidan chiqdim so'rang, zakonnilar bonuslar qilib beradi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar.